Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizda Toshkent viloyati Angren tumaniga olib kelib o'rnatdik. Chinobod mahallasiga. Juda chiroyli chiqqan bu darvozamiz. Eniga 3,5, bo'yiga 320 razmerga o'rnadi. 1 kvadrat metr 900 ming so'mdan общий summasi 10 million so'mga olib kelib o'rnatildi. Darvozamizda materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, ikkovi yoni tagi 10/5 shvillar bo'ldi, tepalari 10/5 profil. Ichidagi profillari 6/4, 1,5lik stenada. Listlari 1,8lik listda bo'ldi. Nejvinkalari yopishtirib, mana o'rta shaxmatlari mayda shaxmat qilib terilib, juda chiroyli holda o'rnadi mana. Bu darvozamiz 1 kvadrat metrni 900 ming so'mdan olib kelib o'rnatildi. Zamoklar har doim o'rnatiladigan o'sha zubur zamok. Rossiyskiy zubur zamok yaxshi xizmat qilib kelayotgan. Orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak. Orqa holatlari ham, orqalari tekis, juda chiroyli. Plotniy bo'lib o'rnadi darvozamiz. Hurmatli aka-ukalar, qadrli obunachilar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni yopishtirib qo'yamiz, qo'yib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkalar mavjud. Kanalimizni doim kuzatib boringlar. Xudo xohlasa keyingi videolarimizni kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.